kiritilgan. O'zbek jang san'ati o'quv qo'llanma. O'quv qo'llanmalari. Usmonov Po'lat Akramovich. Bu shu odam, shu inson mana shu o'zbek jang san'ati sport turini asos solib, O'zbekistonda shu ilk bora mana asoschisi shu odam mana bizni tirik afsona deymiz. Mana ko'p narsani afsona deymiz, bizni tirik afsonamiz shu odam mana hozirgi kunda mana shuncha ishlarni boshlab, shuncha O'zbekistonda mana hozir qariyb 50 mingdan ziyod yoshlarimiz shu sport turi bilan qiziqib kelyapti. Musobaqalar ham o'tkaziladi. Albatta bu bo'yicha mana nafaqat O'zbekiston doirasida, balki mana Osiyo chempionatlari, jahon chempionatlari musobaqalari bo'lib o'tyapti. Mana shu narsalarni biz dunyoda targ'ib qilyapmiz. Endi biz o'zbek jang san'atida mana karatega borsangiz, yapon tilida gaplashasiz. Termin, lug'atlar yapon tilida. Koreysda taekvondoni oladigan bo'lsangiz, koreyscha komanda berishlar, salomlashish, bajarilayotgan paytda barcha terminlar koreys tilida olib boriladi. Biz o'zbek jang san'atimizda faqat o'zbek tilida. Butun dunyo bel-bog'li kurashga o'xshab. Albatta, butun dunyo shu o'zbekcha to'xta, bir o'zaro salom, hurmat. Boshqa davlatlarda ham aynan shu o'zbek jang san'atida foydalanadigan, shunaqa shug'ullanadigan respublika davlatlar ham bormi? Albatta, hozirgi kunga kelib mana 60 ga yaqin davlatlarda o'rtasida bu o'zbek jang san'ati juda keng tarqalib ketyapti. Mana hattoki Lotin Amerikasidan tortib, mana Yevropa bormi, Amerika davlatlarida, Afrikada mana yaqinda kelishib o'tgan, mana 1 yil bo'lyapti Afrika a'zo bo'lganiga bizga mana Afrika qit'asidan ham mana shunaqangi federatsiyaga, sportga qiziqqanlar endi Osiyo davlatlarini qo'yaverasiz. Endi Osiyo davlatlarida qariyb hammasini egallab qamrab oldik. Sababi har yili Janubiy Koreyada bo'lib o'tadi, butun jahon sharqiy kurashlar festivallari bo'lib o'tadi. Bunda 40 dan ortiq davlatlar ishtirok etadi. Osiyo davlatlari, Amerika davlatlaridan, juda ko'p davlatlardan mana shu hamma sportlarni, milliy sportlar o'rtasida namoyishlar, milliy sportlarni ko'rgazmali chiqishlari bilan o'zaro nima deyiladi, bellashadilar, namoyish qilinadi. Shu yerda tanlab eng zamonaviy, eng haligi hammaga ma'qul kelgan sport turi tanlab va g'oliblikni berishadi. Mana 2 yil shu musobaqalarda, mana 2015-2017-yillar bo'lib o'tgan shu festivallarda O'zbekiston jamoasi, milliy terma jamoamiz mana birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib kelgan shu musobaqalarda. Qoyil. Endi hozir mana shu suhbatimizni ozgina bo'lamiz. Mana yoshlar ishtirokida qaysi yo'nalishda aynan nomi bilan va uni tarixi bilan aytib bering. Qanday ko'rinish bizga namoyish etishadi bular? Ba'zi sportchilarimiz mana juft oyoqlarda bizni mana sizlarga aytib o'tdim, mana nafaqat jangovar sarkardalar nomiga, balki mana buyuk allomalarimiz nomiga, mana Al-Farg'oniy bobomiz nomiga qo'yilgan mana shu mashqimiz bajarib ko'rsatish beradi. Mana hozir Al-Farg'oniy deb nomlanadi bu mashqimiz nomi. Marhamat, unday bo'lsa. Aynan mana shu o'zbek jang san'ati bilan shug'ullanayotgan mana shu ustalarimiz, sportchilarimiz asosan bu tizimda qaysi yo'nalishlarida faoliyat olib boradi ko'proq? Hozirgi kunga kelib mana ko'plab shogirdlarim ichki ishlarda mon otryadimiz bor. Shu yerda mana 4 nafar sportchi mana eng yetuk ya'ni qizil beretlarni olib, bular eng oldi gruppani, eng maxsus otryadlarni eng oldida milliy xavfsizlik xizmatlarida ishlashyapti mana. Hamda qolgan strukturalarda mana qo'riqlash xizmatlarida, hamma sohalarda mana shu davlat xavfsizlik xizmati tizimidan tortib hamma ishlar otryadlarda, hattoki prokuratura organlarida ham mana shu faoliyatni olib boryapti.
Albatta sport insonni yoshlarni nafaqat chiniqtiradi, balki chiniqqan insonni aqliy jihatlari ham yaxshilanadi. Bu hozir ko'rib turib, bolalarni ko'rib turib hamma shu butun tana harakat qilyapti-da. Shu bilan birgalikda aql, zehn, tana hammasi bir mujassamlikda harakat qilyapti. Aynan men shu bir tadbirga borganimda poytaxtda shu Tomaris chiqqan, shu sport musobaqasining avvalda ochilish qismida Tomaris chiqib shunaqangi harakatlar qilgan. Men shunda so'ragan edimda, bu qiz raqqosami deb so'raganman. So'raganimda, yo'q, bu sportchi deyishganda, shunda meni hazillashib, menga shunaqa kinoya bilan gapirishdi deb o'ylagan edim. Lekin o'ylab shu narsani hozir bildimki, aynan Tomaris nomli mana shunday bir chiqish ham bormi? Bor. Bor, bizda bor. Aynan mana shu chiqishlarda, ya'ni Tomaris deyilgandan keyin bu bevosita shu ayol qizlar bilan bog'liq. Ayol qizlar bilan bog'liq, to'g'rimi? Shunday aytmoqchimanki, bu savol, bu mavzuni ochishimdan asosiy maqsad aynan o'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi qizlar ham bor. Aynan ular bugun Andijon viloyatida shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi milliy terma jamoalarida ham bormi? Bor. Hozirgi kunga kelib mana hozir Shakkida mana 2025-yili 52 nafar sportchimiz asosiy tarkibda 18 nafari bo'lgan bo'lsa, qolgani zaxira tarkibda bo'lgan bo'lsa, bu yil mana 2026-yilgi mana yillik milliy terma jamoa tarkibiga 60 dan ziyod sportchimiz tushdi va ularda asosan 40 nafari asosiy tarkibga to'g'ri kelyapti. Yoshlarimiz o'rtasida, kichik yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida bu juda katta, respublikaning juda katta qismini tashkil etadi Andijon viloyati. Bu bilan demoqchimanki, Andijon viloyati respublikamizda kuchli uchlikda doim birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni qo'ldan bermay kelamiz. Mana 3 yildan beri olsa yilda eng yaxshi federatsiyasi nominatsiyasini ham mana o'tgan yil ham mana 2024-yilda ham qo'lga kiritgan bo'lsak, bu yil ham mana ikkita O'zbekiston chempionatida ham, mana O'zbekiston kubogida ham umumjamoa hisobida birinchi o'rinda oldik. O'ylaymanki, bu yil ham mana shunday natijani qo'lga kiritadi sportchilarimiz deb umid qilamiz, Xudo xolasa. Bular guruhlashib mana namoyish etadimi yoki ana shu sport turlariga o'xshab bir-biriga raqibi bilan ham jangga kirishadigan holatlar ham bormi? Albatta, bular hozir mana mashqlarni yakkalik bajaradigan mashqlarimiz bor. Mana shular, bular temuriylar jang usuli yo'nalishi bo'lsa, demak temuriylar mashqlarida bular yakkalik bo'ladi, 5 kishilik bo'ladi. Jamoa 5 kishidan iborat. Bir kishi chiqib ko'rsatadi, u demak ikkita viloyatdan bittadan eng yaxshi sportchilar chiqadi, bellashadilar. Keyin 5 kishilashib jamoa o'ynashadi. Bundan tashqari mana temuriylar bellashuv degan usulimiz bor. Bizni ota-bobolarimiz nima bo'lgan? Jangda, qilishda tengsiz bo'lgan. Qilish, nayza, himoya jang usul olib borishlarda juda tengsiz bo'lgan. Shuning uchun bizda temuriylar bellashuv yo'nalishimiz bor. Bunda qalqonimiz ishlatiladi-da, qilich o'rniga bizda shu maxsus yumshoq matodan tayyorlangan qilichdan foydalanish nimasi bo'ladi. Asbobi shu bilan ana shu Andijon bilan birga shu jang olib borishadi. Demak, gavda qismiga, tana qismiga shu kim birinchi urish, kesish, chopish singari, kim birinchi sanchish, shunaqa usullar bajariladi bunda. Ularda qanday qurol bo'ladi qo'lida? Qo'lida maxsus shu qilichga o'xshagan shu uzunligi 70 santimetrdan kichik yosh bolalarimiz yoshi 65, 70, 75 santimetr uzunlikda bo'ladigan bo'lsa, shularning ustiga maxsus macharkada qoplangan qoplama bo'ladi. Demak, bir-biriga tekkanda jarohat olmasligi uchun bu narsa shu bola sportchiga tan jarohati bermasligi uchun shunga moslashtirilgan shu nima anjom hisoblanadi. Bugungi kunda aynan qanday musobaqaga tayyorgarlik ko'rmoqda?